Salom hammaga, meni kuzatuvchilarim, podpischiklarim, hammalari sog' omongina yuribsizlarmi? Anchagina kechikib qoldim. Bugungi kun kartasi, astag'firulloh. Karta tanlov qilamiz. Xullas, ko'ramiz karta tanlovda ikkita karta, bu jodugar kartasini, sehrgar kartasi, jodugar, sehrgar kartasini qo'yaman. Yulduz kartasini qo'yaman. Bu yerda. Mana bu quyosh kartasini quyoshga qo'shib esa yulduzni qo'yaman. Buni qo'yaman. Bu yerda Siganskiy kartani qo'yaman. Jodugar kartasini ustiga Siganskiy, quyoshning ustiga yulduzni qo'yaman. Xullas, ikkita karta tanlashlaringiz mumkin. Agar ikkalasini ham tanlolmayapman desangiz, ikkalasini ham tanlashingiz mumkin. Ikkitasidan bittasini tanlolmayapman deyishingiz mumkin. Ikkalasini ham tanlashingiz mumkin bu yerda. Xullas, birinchi jodugar kartamizdan boshlaymiz. Aqlingizdagi inson holati, energiyasi, ichida nima gap so'zlar bor, bularni ko'rib o'tamiz. Joylashib olinglar. Ichingizda undagi bo'lgan, hozirgi bo'lgan voqealar, hozirgi o'rtalaringizda bo'lib turgan voqealar, u bilan munosabatlaringiz qay darajada bo'lib turgani, u siz bilan sevgisi, munosabat haqiqiymi, chinmi yoki tashlab ketadimi, yo tashlab ketganlar qaytib kelish ehtimoli bormi deb ko'ramiz. Xullas, like bergan, obuna bo'lganlar uchun shifoli, xayrli ochirim bo'lsin. Like bergan, obuna bo'lganlar uchun, podpischiklarim uchun shifoli, xayrli ochirim bo'lsin. Uni holati, energiyasi hozir nima qilib yuribdi, sizga bo'lgan his-tuyg'ular haqiqiymi, yaxshi ko'radimi yoki yo'qmi, yoki shunchaki o'yin qilib yuribdimi deb ko'ramiz. Endi bu yerda hammani energiyasi tushadi, ayrim insonlarga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Shu uchun ko'ramiz. Like bergan, obuna bo'lganlar uchun shifoli ochirim bo'lsin, xayrli bo'lsin deb ko'ramiz. Juda ham qattiq siqilib turibdi u inson. Ko'ziga hech narsa ko'rinmayapti. Siqilib qolgan. Ozgina o'zini ichkilikka ham berilib turibdi. Sizni boringizni ham, yo'qingizga ham unchalik e'tibor bermayapti. O'zini o'ylari, xayollari bilan turibdi. Tarozini pallasini bir xil olib bormayapti. Ikki ayolliklar bor. Bir kun u bilan yaxshi bo'lsa, bir kun siz bilan. Bir qattiq urush, janjal, tortishuvlar o'rtalaringizda bo'lganligini ko'rinib turibdi. Ikki yo'lning o'rtasida qolganligi, qaysini tanlashni bilmayotganligi, uni yoniga borsa xayoli sizda bo'lib turgani bo'lib turibdi. O'sha o'ta charchaganligi sababli sizdan, xotinidan tashqari boshqa bir ayollarga ham ko'ngil xushlik uchun borib kelayotganligi ko'rinib turibdi. Tezda jahli chiqib turibdi. Oddiy bir gapga ham hozirgi vaqtda jahl qilib turibdi. Kutilmaganda oddiy melichi narsalardan ham siz bilan tortishib turibdi. Xayoli joyida emas, kim qayerlarda bo'lib turibdi. Bu kartani tanlaganlar ozgina ko'zi o'ynoqligi ham bor ekan. Shunaqa holatlar. Bu yerda bitta bir narsa ko'rib turibman. Bu yerda o'ta ham bir o'zi miyasiga nima kelsa o'shani qiladi. Xom xayollarga beriladi. Nimani xohlasa shuni qilgisi kelaveradi, lekin siz u narsaga tayyor emassiz. Xursandchilik yashagansiz, juda ham bir omadli kunlar, xursandchilik kunlar yashagansiz. Juda o'zini katta tutadi. Juda ham o'zini katta tutadi, mensimaydi. O'zini ham hozir siqilib qolgan, turibdi, yaxshi ko'radi, lekin his-tuyg'ulari bor, sevgisi bor, lekin tez aynib turadi. Ayrim insonlarning nimasi uchun tez tovlanib, o'zgarib turadi. Qayergadir borish niyati ham bor ekan, buni aylanishgami, qayergadir dam olishgami borish niyati bor ekan. Bu ko'p sizga azob berdi, ko'p ko'z yosh to'ktirdi deb turibdi. Lekin baxtli onlaringiz ham bo'lgan. O'sha narsalarni ham qo'msab turadi ba'zida. Oldin o'zingiz ham aytib turibsiz, oldin yaxshi edik, yaxshi yashaganmiz.
Nimagadir hozirgi vaqtda ko'p urush janjal tortishib turibmiz. Bunaqada ko'p tortishaversangiz, ko'p siqilib, uyga qamalib, yig'lab qolsangiz kasal bo'lish ehtimoli bor. Kasal bo'lmang. O'zingizni qo'lga oling. Urush janjallarga e'tibor bermang. Bugun yaxshi bo'lsa, ertaga yana bugun urush janjal qilgan bo'lsa, ertaga yana yaxshi bo'ladi. Bu yerda esa bir bolasi bilan tashlab ketganlar ham bor ekan. Hozir judayam bir qiyin ahvolda o'tiribsiz, siqilib qolgansiz, bitta farzandingiz bilan qolib ketgansiz. U nomardni ishini qilgan deb turibdi, orqasini qilib ketgan, bitta bola bilan qiyin holatda tashlab ketgan. Bu yerda u esa jazosini oladi deb turibdi. Safarga qayergadir ketmoqchi, do'stlari bilan aylanishga ketmoqchi. Bu yerda bittasi ko'rinib turibdi. Juda puli bor, puliga ishonadi. O'rtalaringizda boshqa bir ayol kishi bor. U ishni qilib turib, kuzatib turadi munosabatlaringizga. U bitta ayol bor, erkaklar, bitta ayol faqat sizni pulingiz uchun yashab turibdi. Ko'p narsalar qilib turibdi sizni. Siz o'zingizni miyangiz joyida emas bo'lib turibdi. Xayollaringiz tarqoq. Avvalgiday pulingiz bor, avvalgiday baraka yo'q deb turibdi. Ayollar bu yerda sizga nimadir olib beraman degan, o'shani hozirchalikka olib bermayapti, lekin olib beradi bu narsani. Katta bir yutuqni olib beradi. Mana shu urush janjal tortishuvlar sababli hozir ozgina orqaga chekinib turibdi. O'rtalaringizda boshqa bir mushukcha pismayib ishni qilib turibdi. Ana shuning uchun uni jahli chiqib turibdi sizdan. Bu yerda ko'p kishining energiyasi tushganligi uchun ayrim joylarini o'zingizga moslab olishingiz mumkin deb turibdi. Bir ziyoratga chiqishlaringiz ham kerak ekan bu yerda. Xullas, meni yaxshi ko'radimi degan savolga bu yerda yaxshi ko'radi, lekin ayrim sabablar bo'yicha ozgina qiyinchilik, urush janjallar, tortishuvlar bo'lib turibdi. O'rtalaringizda boshqa ayol borligi ham ko'rinib turibdi, lekin u boshqa ayol buni puli uchun yashab turibdi. Agar pul bo'lmasa, bir tiyinga nima qilmaydi, olmaydi shu narsa. Xullas, mana shunaqa bu kartani tanlaganlar. Ikkinchi kartani tanlaganlar ko'ramiz. Ikkinchi kartani tanlaganlar. Ikkinchi kartani tanlaganlar. Like bergan, obuna bo'lganlarni niyatini oldim. Shifoli bo'lsin, xayrli bo'lsin. Holati, energiyasi, munosabatlaringiz qanday deb ko'ramiz. Wow, nohaqlik, adolatsizlik qilib turgani ko'rinib turibdi. O'rtada boshqa bir ayol borligini ko'rinib turibdi bu yerda. To'xtab qolgan munosabatlar yana tiklanishi bor, yana qadam tashlab kelishi bor. Ozgina o'zini ishga berib turibdi. Sizni yo'qotishdan qo'rquvlari borligi ko'rinib turibdi. Ikki yo'lning o'rtasida qolganligi, nima qilganingiz bilan ham bu kartani tanlaganlar, nima bo'lsa ham baribir siz o'zingizga qandaydir energiyangiz, kuchingiz borki, buni o'zingizga tortasiz. Ketaman, bo'ldi, munosabatlar tugadi deydi, lekin yana qaytib keladi bu inson. Chunki umid bor yana bu munosabatlar yana davom ettirishga. Chunki bu munosabatda hozir ko'p unaqa erkakning niyati unaqa nima emas, yomon emas. Hali bunisi bilan yuradigan emas. Bu bo'lishi mumkin o'zini ayoli, keyin ikkinchisini ham o'zini ayoli deb hisoblagan. Ikkalasini ham oilam deb barbaraga olib ketayotgan bo'lgan. Birdaniga qandaydir bir xil tarozini olib bormayotganligi ko'rindi. Adolatsizlik qilib turibdi, lekin yana joyiga tushib ketadi. Chunki adolatsizlik qilib turgani vaqtinchalik bu yerda. Lekin hammasi yana joyiga tushib ketadi. Yana sizga takliflar, inomlar, sovg'alar bilan kelishi bor. Oydinlikka, murodingizga yetishlar, xursandchiliklar bor. Bu yerda bir katta xursandchilik bor. Pul o'rtalaringizda может pul olib bersa yoki sizga bir qandaydir sovg'achi yoki ozgina pul berishi mumkin. Ozgina jahl qilgani bilan ham, orqasini qilib ketgani bilan ham vaqtinchalik yana qaytib keladi. Qayergadir aylanishga chiqishlaringiz mumkin. Xursandchiliklar bor. O'zini ozgina mana shu siz bilan tortishganda, siz bilan xafa bo'lganda ozgina o'zini ko'proq ishga berar ekan bu inson. Hozir yo'qotishdan qo'rqadi.
ikkovingizni ham yo'qotishdan qo'rqadi. Chunki ikkovlaringiz bilan ham yashash niyati bor. Sirligicha yashash niyati bor deb turibdi. Siz ham bu uchun ko'p harakat qildingiz, ko'p mehnat qildingiz, ko'p mehringizni berdingiz, ko'p bunga o'zingizga qilmagan narsani bunga loyiq ko'rdingiz. Shu uchun ham yashirincha yashash niyati bor. Siz ham juda ham mehribonsiz, juda ham samimiysiz, ko'ngli tozasiz. Sizdan keta olmaydi, chunki sizda kuch bor, sizda nima bor, o'ziga tortadigan kuch bor deb turibdi. Juda ham o'zingizga qaragansiz, juda toza, ozoda deydi, ovqatlari ham shirin deydi, menga mehribon qaraydi deydi. Bundan kecholmayman, ketolmayman deydi. Aytishingiz mumkin, nima sababdan deydi, bir o'rtamizdagi munosabat sovuqlashib ketadi. Men shunga tushunmayapman deyishingiz mumkin, chunki qora insonlar, yomon insonlar, ko'ra olmaydigan insonlar bor. Sizda kutilmaganda sovg'a, in'omlar, barakalar bilan kelishi bor deb turibdi. Bu yerda bu sizga sodiq, bir umrlik sodiq deb turibdi. Bu hozirgi vaqtda ozgina tupikda qolgansiz, labirint ichiga qolgansiz, bundan qanday chiqib ketishni bilmayapsiz, lekin chiqib keta olasiz. Munosabatlar yana davom etadi. Bu munosabatlar ancha chuqurlashib ketgan, lekin ancha o'zingiz ham harakat qilgansiz, bog'lanliklar bo'lgan, ularni yechib tashlagansiz. O'rangizdagi munosabatlarga ozgina bir ana shunaqa nimalar qilingan, bir-birlaringizni yuragingizni sovutish uchun narsalar qilgan, yopiqlar qilgan, lekin hammasi yaxshilikka, yana yomon emas, yaxshi tomonlariga bor. Bu inson umuman tashlab ketmaydi. Ba'zi sabablar, mana shunaqa tortishuvlar, o'rtangizdagi munosabat, sovuqchilik taraflar bu uchinchi kishilarni qilib turgan ishlari bo'ladi. Shu uchun ham bu inson o'zgarib ora-orada turadi. Ana shu uchun yana harakat qilsangiz, bu munosabatlar hali davom etadi, tugadi degani yo'q. Bu ikkinchi kartani tanlaganlar munosabatlaringiz jiddiy, seriozniy, nima tashlab ketish niyati yo'q. Siz bilan bir umrga bo'lish niyati bor. Bu erkakni agar ayrim mana shu uchinchi kishilar sizlarni oralaringizni buzib, sovutib, bir narsalar qilmasa, dalnishi ketasizlar degan umidda mana shunaqa narsalar chiqib turibdi. Mana shunaqa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zlaringiz uchun Adelni ochtirmoqchi bo'lsangizlar, 7lik nomerim yozib qoldirilgan. Adelni chiqsangizlar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.